Assalomu alaykum hammaga. Qorlar bilan mana sovuqda balkonga chiqib olib turibmiz. Shunaqangi bir yaxshi toza havoda. Bu o'zi domli balkon. Kattaligini qaranglar. Hozir ko'rsataman mana. Shunaqangi katta balkoninglar bo'lsa, bemalol so'rab chiqib olsa bo'ladi. Endi uning imkoni yo'q, lekin shu yerda yasatirsa bo'ladi. Kachillik qo'yib olsa bo'ladi mana bu joyda kitob o'qib yoki haligi sigaret chekib deydi-yu. Endi yaxshi niyat qilish kerak albatta. Bu This House firmasini Tennessee Court'dagi Qizil dom deb nom olgan yangi tushgan binosi. Bitgan holatda ular. Bu kvartiramizni ichiga kirish chiqish eshigi mana bu. Kartonlarimizni yoqib qo'yganmiz, atablenalarimiz siyapti inshaalloh. Soddagina qilib shu kvartiraga yarasha qilib yig'ib qo'ydik. Kvartirani ham tanishtirib o'tay. Bu yerga endi kuxni mebel bo'ladi, hozircha qilingan yo'q, mebellanmagan o'zi. Elektrik ishlari mana yaxshi holatda. Bu kirish eshigi. Kirish eshigi juda chiroyli holatda qilingan. Mebellanmagani uchun hali unchalik ko'zga tashlanmayapti. Bu yotoqxona, kattalar yotoqxonasi. Bu yerda ham bir yaxshi fantaziyalar ishlatilgan. Bir svet o'chir ekan. Mana bu katta bir xona uyni singari sanuzel. Necha kafilini tanlashda ozgina adashibdi. Bo'ylarni shu yerga joyladik. Mana 1.70 ga 1.70 vannani bir chekada turishini qaranglar. Juda bir kattaligidan ixcham bo'lib joylashgan. Bu gazsuvoy mehmonxona. Mehmonxonadan ham tashqariga chiqsa bo'ladi, mehmonlar olib chiqib tashqarini tomosha qilib kirsa bo'laveradi. Kvartiramiz shunaqa holatda.